Talantliq yosh ijodiyatchi, mahir chalg'uchi, xush ovoz naqshchi, tuhfkor san'atkor Abduli Sattar. Abduli Sattar ustoz 1985-yili 7-oyning 1-kuni Urumchida san'atso'yar oilasida tug'ilgan. Kichikdilla san'atxumar Abduliga ota-onasi o'g'lining qiziqishi bo'yicha kichik duttar tamburlarni ilib berib, uning texmo atrofliq tarbiyalanishiga sharoit yaratib bergan. Shu ishtiyoq bilan to'liqsizni bitirgandan keyin avval Şinjan San'at Şöyen'ning o'tir texnikum maktabida 2010-yili o'zi o'qigan ana maktabi Şinjan San'at Şöyen'da duttar tambur o'qituvchisi bo'lib xizmatga tushgan. Shundan beri u maktabda muzika o'qituvchisi bo'lib ishlamoqda. Abduli Sattarning eng muhim alohidaligi uning ko'p qirligida. Ya'ni muzika ijodiyatlarini o'zi qiladi, o'zi akkordlashtiradi, hammani o'zi o'rinlaydi. Abduli muallim faqat muzikant va naqshchi bo'lib qolmay, o'z navbatida yana mo'l usulliq ijodiyatchi. Uning o'zgacha ijodiyati bilan bitgan hayot qismati, rishta, muhabbat, xushnava qatorliq muzikallari xalqimizning yoqtirishiga erishib kelgan. Uning naqsh muzikallari Şinjan televiziya stansiyasining qurboniyatliq, ruziyatliq san'at kechiliklarida, mashrab, chayxona paranglari qatorliq programmalarda qo'yilib, xalqning yaxshi bahosiga erishdi. 2016-yili Şinjan televiziya stansiyasida qo'yilgan Ders boshlandi nomli programmasining baholag'uchi ustozligiga taklif qilinib, mushu mezgilda nurg'unlagan o'quvchini tarbiyalab chiqib, ota-onalarning yaxshi bahosiga erishdi. Abduli Sattar muallim hozir o'z ijodiyatini ishlab, urilgan go'zal melodiyalarni xalqimizga sunish bilan birga zimmamizga yuklangan avlod tarbiyalashdan iborat muqaddas vazifani jon-dil bilan o'rinlab, rayonimizning san'at ixtisosliklari qo'shunini texmo sarxillashtirish uchun bir kishilik to'ppisini qo'shmoqda. Oxirida Abduli Sattar ustozning o'z ijodiyati bo'lgan Muhabbat nomli kuylarini huzuringizga sundik.